Arab tilini o'rganishni endi boshlaganlar odatda bitta mavzuga qiziqishadi. Milodiy 8-asrda ham bu savollar mavjud bo'lgan. Cho'ziq unli ya bilan cho'zilmaydigan ya bitta harfmi yoki boshqa harflarmi? Nutqda ham bir-biriga yaqin tovushga ega deganlar. Alif bilan hamzani butkul bitta harf deya olmaymiz. Hamzani alohida sanashga majburmiz. Qisman xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Umumiy harflar sonini bizning. Nima deb o'ylaysiz? Cho'ziq unli tovushlar alif vovya hamda cho'zilmaydigan hamza vovya asli bitta harfmi yoki boshqa harflarmi? Keling bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasida arab tili o'qituvchisiman. Arab tilini o'rganishni endi boshlaganlar odatda bitta mavzuga qiziqishadi. Ya'ni cho'ziq unli alif bilan hamza bitta harfmi yoki boshqami? Xuddi shuningdek, cho'ziq unli ya bilan cho'zilmaydigan ya bitta harfmi yoki boshqa harflarmi? Xuddi shuningdek, cho'ziq unli vov bilan cho'zilmaydigan vov harflarichi? Ular bittami yoki boshqa harflarmi? Bu savol aslida endigina, ya'ni bizni davrimizda paydo bo'lgan savol emas. Balki milodiy 8-asrda ham bu savollar mavjud bo'lgan. Arab tili fanining ilk qoidalarini tuzgan olimlardan Halil Farohidi, Sibawayhi kabi mashhur olimlar bor. Ana ular ham aynan shu mavzularda bir-biri bilan bahslar olib borishgan. Arab tili bilan mashhur bo'lgan, arab tili bilan tanilgan katta olimlardan Sibawayhi arab harflarini, demak 28 ta harfda hamza bilan alifni, cho'ziq ya bilan cho'zilmaydigan ya'ni, cho'ziq unli vov bilan cho'zilmaydigan vovni bitta harf deb atagan. Va bunga dalil qilib aytganlarki, u kishi ular yozuvda, ya'ni bir xil yoziladi. Bir xil demak xatda, ya'ni ular bir xil ko'rinishga ega. Masalan, hamzani ham odatda biz belgisini alifning ustiga qo'yib yozamiz. Shuning uchun bu alif bilan hamza bitta harf deganlar. Yana cho'ziq unli ya bilan cho'zilmaydigan ya'ni ham bir xil yozamiz. Cho'ziq unli vov bilan cho'zilmaydigan vovni ham bir xil yozamiz. Yozuvda bular bir xil. Xuddi shuningdek, nutqda ham bir-biriga yaqin tovushga ega deganlar. Masalan, da ham biz ikkita labimizni oldinga cho'zamiz. Bu cho'zilmaydigan vov. Yoki bo'lmasa, da ham ikki labimizni oldinga cho'zamiz. Bu cho'ziq unli vov. Tovushi bir-biriga o'xshaydi. Demak, talaffuzda bir xil harakatga muhtoj. Ya'ni labimizni oldinga cho'zishimiz kerak bo'ladi. Ya'da ham xuddi shunaqa holat, o'xshashlik bor. Hamza bilan alifda ammo biroz farqlari bor. Endi ana shu olim Sibawayhining zamonida yashagan yana bir katta olim bor. Arab tilida u kishi ham juda ham mashhur. Demak, arab tili olimlarining deyarli barchasi biladigan eng katta arab tili olimlaridan biri bu Halil Farohidi. Halil bin Ahmad Farohidi. U kishi aytganlarki, agar biz xatda, ya'ni yozuvda bir xilligi uchun yana bu harflarni bitta deb hisoblaydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa talaffuzi yaqin deya yana bitta sababni keltirib, bu harflarni, ya'ni cho'ziq unli alif vovya bilan cho'zilmaydigan hamza vovyani bitta harf deydigan bo'lsak, unda qisman xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni yozuvda vov bilan cho'ziq unli vov o'xshaydi. Cho'zilmaydigan yo bilan cho'ziq unli ya ham yozuvda o'xshaydi. Ammo hamza har doim ham alifning ustiga qo'yilavermaydi, hamzaning belgisi. Ba'zida ya'ning ustiga qo'yiladi, ba'zida vovning ustiga qo'yiladi. Masalan, ba'zida shunchaki hamzaning belgisigina yoziladi, xolos, ko'rganingizdek. Yana ikkinchi sabab, ya'ni hali talaffuzda ham bir-biriga yaqin degan gapga javob esa, talaffuzda cho'ziq unli vov bilan cho'zilmaydigan vovning nutqi bir-biriga qisman yaqin, ammo butkul emas. Masalan, u bilan avni qisman farqi bor.
ammo yaqin. Bunga ko'z yumsa bo'ladi. Xuddi shuningdek, cho'ziq unli ya bilan cho'zilmaydigan yani ham talaffuzida qisman o'xshashlik va qisman farq bor. Ya'ni, masalan, ey, ey, buni ham demak qisman o'xshashlik borligi uchun ko'z yumsa bo'ladi. Lekin alif bilan hamzani butkul bitta harf deya olmaymiz. Nimaga desa, chunki ularning tovushining o'rtasida umuman o'xshashlik yo'q. Alif bu ya'ni cho'ziq unli alif bo'shliqdan chiqadi. Hech qanaqa to'siqqa uchramasdan, masalan, ba, ta, sa shaklda. Lekin hamzachi u halqumda mahrajning bir marta to'liq bekilishidan hosil bo'ladigan tovush. Masalan, a shaklda, masalan, yati, yu'tihi, amin shaklida u halqumda paydo bo'ladigan tovush. Alif cho'ziq unlisi bilan hamzani aslo jamla olmaymiz deganlar Halil Farohiy. Shuning uchun ham demak aytganlarki, harflarni sonini biz 28 ta emas, balki 29 ta deylik, hamzani alohida sanashga majburmiz. Cho'ziq unli vav bilan cho'zilmaydigan vavni o'xshashligini hisobga olib turib bir xil desak bo'ladi. Cho'ziq unli ya bilan cho'zilmaydigan yana ham o'rtadagi qisman o'xshashligini hisobga olgan holda bitta harf deb hisoblasa bo'ladi. Lekin cho'ziq unli alif bilan hamzani mutlaqo bitta harf deya olmaymiz. Ular yozuvda ham farqi bor va nutqda ham demak bir-biriga mutlaqan o'xshamaydi. Shuning uchun bu ikkalasini alohida harf deya umumiy harflar sonini biz 29 ta deb aytamiz deganlar. Va butun arab tili olimlarining ko'pchiligi, ya'ni tilshunoslar jumhuri Sibavayhiyning emas, Halil Farohiyning gapini qo'llab-quvvatlashgan ayni bu masalada. Shuning uchun ham demak odatda arab tili ustozlari ilk avvalo arab harflarini soni haqida aytgan vaqtida arab harflarining soni 29 ta deyishadi-da va bunda alif bilan hamzani alohida sanashadi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring hamda kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, arab tilini agar siz yanada yaxshiroq o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qilishingiz mumkin.